azob farishtasida u. O'zingiz o'lganingizni o'zingiz ko'rib turibsiz. Ha, yotibman xolos, qorong'i joyda. Shunaqa bir qo'rquv, shunaqa titrab, men bildim. Joyim qayertaligi, nima bo'lganiga o'sha ahlim yetib bo'ldi meni. Ko'ngling tusagan narsani qilarding-ku. Qani o'rningdan turib qochib ketalchi? Qayerga qochalasan? Men o'rnidan turib qochgan taqdirda ham haligi endi men nimaligini to'g'risi bilmayman. Misol odam emas-da u, odam emas. Azob farishtasida u. Terlamagan joyim qolmagan-da, uyumagan qo'rqqanimdan. Yuragim chiqib ketaman deyapti u dukkillab urishidan. Oyog'im kuyganini his qildim-da, hali sezdim oyog'im kuyganini. Tortib ola olmadim oyog'imni. Qimirlata olmayapsiz. Mana shu holatimda jonimni olmaganingga shukr. Senga va'da beraman, senga tavba qilaman. Menga telefon qilib aytib bergan voqeangiz menga ta'sir qildi va buni agar ruxsat bersangiz ommaga olib chiqsak, odamlarga bir manfaatli bo'lsin degan taklif bilan chiqyotgandim sizga. Mayli. Bu endi ichkilik mavzusida, bu ichkilikni birinchi qiziqib ichganmiz. Keyin xursandchilik ichganmiz, o'rganib qo'yganmiz. Nima deydi? Mana 4 ta farzand ko'rgan bo'lsam, shu ikkinchi farzandim tug'ilmasidan boshlaganman bu narsani. Mana ichkilik ichadi-ku odamlar. Men endi o'zim ham tushunmaydigan bir narsa bor-da. Ichkilik ichganda, men endi ichgan odamlarni ko'rganman. Avvalambor uzru o'zini bilmaydi-da. Mas alas bo'lib do'dir-so'dir qilib gapirayotgan gaplari kimdandir xafa qilib qo'yishi mumkin. U narsani o'ylab o'tirmaydi. Ichkilik orqasidan ko'p oilalar ajrashib ketyapti. Ko'p farzandlar yetim bo'lib qolib ketib qolyapti, to'g'rimi? Nima foyda deyman-da? O'zimga o'zim shu savolni berardim, oka. Shu savolni sizga bergim keldi. Buni foydasi yo'q buni. Hech ham foydasi yo'q. Faqat o'rganib qolingan shu narsaga, o'rganib qolgandan keyin masalan odam rosa chanqasa suv ichgisi keladi. Bu ham shu xumor bo'lib qoladi-da. Lekin ichib olgan odam noto'g'ri gap gapirsa ham doim haqman deb o'ylaydi. Meni gapim to'g'ri deb o'ylaydi. Meni qilayotgan ishim to'g'ri deb o'ylaydi. Yo, odamlarning orasida ham obro'si tushadi-da, obro'siga ham zarari, ham sog'lig'iga zarar, ham obro'siga ham zararda. Atrofdagilar hurmat qilmay qo'yadi. Gapini bir tenga olishmaydi. Bu bor narsa bu. Bor narsa. Undan tashqari farzandlari uyalib yuradi. Agar otasi ichadigan bo'lsa, boshqa bo'ladigan bo'lsa, farzandlari uyalib yuradi. Ana shu gapingizni oldim, shu gapingizga ani katta farzandim hali turmushga bermaganman, 18 yoshga kirgan. Shu ko'chadan ichib mast kelsam, ayasiga aytgan ekanda shu. Menga aytmagan ayasiga. Endi ko'chaga ham chiqolmas ekanmiz-da. Dadam mu yurishlarida. Ko'chaga chiqsam, birorta o'rtog'im, "Dadang nima etdi, bunday ahvolda ko'rdim" desam, men qanaqa qilib chidayman men bu gapga? Men shu gap ham meni misol urinib ko'rdim o'shanda. Shuki, meni shu ichkiligim, meni shu ko'chada ichib maishat qilib yurishim farzandlarimning hayotiga ta'sir qilyapti. Ta'sir qilib zarar qilsa deb urinib ko'rdim. Eplolmadim. Lekin kuni bo'yi mayli ichmayman. Shu kechki ovqat mahalda nima deydi, haligi nimasidir yo'qotib qo'ygan odamdek aramaga yuguradigan bo'lib qolar ekan-da odam, mana shunaqa bo'lib qolgan. Uni ichmasam ovqat o'tmaydi. Qattiq o'rganish bo'lgan ekanda. Ha, shuni ichmasangiz ovqat o'tmaydi. Oldingizga shashlik qo'yadimi, go'sht qo'yadimi? Ani zormonda bo'lmasa o'tmaydi. Shunaqa bo'lib qolgan edim. Oxiri shu aroq sotadigan odam aytdiki, "Ey, bo'ldi qil. Sen hozir bir shishaga ham to'ymayapsan. Haqiqatda bir shisha aroqqa to'ymaydigan bo'lib qolgan edim." Mana shu ichkilikni tashashingizga eng asosiy sabab nima bo'ldi? Shuni aytib bering endi. Eng asosiy sabab bir kun o'sha katta qizimni turmushga berdim. Oradan bir 2 hafta o'tdi shekilli-da. Aniq 2 haftacha o'tdi, karantin mahal. Rosa to'yib ichdik. Rosa to'yib ichib kechqurun uxladim. Shunda men endi nima desam bo'ladi? Shunda o'lib yotibman, o'layman. Na nafas olaman, na qo'lim qimirlaydi, na boshim u yoqqa bu yoqqa qimirlaydi. Tushingizda o'zingiz o'lganingizni o'zingiz ko'rib turibsiz. Ha, yotibman xolos, qorong'i joyda.
qorong'i, hech qanaqa bir yorug'lik, bir najot yo'q, hech qanaqa. Muzdagi zax yerda yotibman. Xuddiki qabr ichida yotgandek. Ha, shu oyog'im tomondan bir bo'yi bilmayman, bir 3 metrdan balandda shu qora nima yopingan o't xalat bor-ku, misol ustiga yopinchig'i o'tda, misol Olovli xalat. olovli. Mana qo'lidagi hassa yursa o't hali temir oqib tushadi-ku, misol men temirda oqib tushganini ko'rmaganman, televizorlarda ko'rganman, lekin shunaqa narsani ko'ryapman hassasida. Menga bir 3 metrmi, 3 metrdan kam emas, uzoqroqda to'xtadi. To'xtab, "San" dedi, "o'rningdan tura olasanmi?" dedi. Gapirib savol beryapti, jim. "Kalima ayta olasanmi?" dedi. Haligi joyda shunaqa bir qo'rquv, shunaqa titrab, men bildim, joyim qayerligi, nima bo'lganiga o'sha aqlim yetib bo'ldi meni. Aqlim yetib bo'ldi. Na gapira olaman, na nafas olaman, na qo'lim qimirlaydi. "San" dedi, "o'rningdan tura olasanmi?" dedi. "Ha, yo'q. Qocha olasanmi?" Men javob berganim yo'q shu. "Sen zo'r eding-ku" dedi. Men tekkanga tegib, tegmagan kesayotib, ko'ngling tusagan narsani qilarding-ku. Qani o'rningdan turib qochib ketarchi? Qayerga qocha olasan? Men o'rnidan turib qochgan taqdirda ham haligi endi men nimaligini to'g'risi bilmayman, misol odam emas-da u, odam emas. Azob farishtasida u. Bu lekin misol nomini men misol u mahalda misol men bilmadim to'g'risi. Lekin uni qo'lidan qochib keta olmaysiz. Chunki uzun qo'l, uzun bo'y, bo'yi ham 3 metrdan oshiq. 3 metrdan oshiq. Men lekin kallam, bu boshim qimirlagani yo'q. Bunday borib qarang, lekin ko'rinar ekan. Hamma yo'qni ko'rib yotibman. Lekin ko'rdim. Shu qibla tomonga bunday qaradi. Sekin yurib ketdi. Hali odam. Yurib ketayotganda bu hassa bu chap oyog'imni chap shu bosh barmog'imga yaqin keldi. Bunday burilayotganda. U yaqin ham kelmadi. Endi ancha nimasi shu oyog'im kuyganini his qildim-da, hali sezdim oyog'im kuyganini. Tortib ola olmadim oyog'imni. Qimirlata olmayapsiz. Yo'q, men asha misol birata oyog'ingizmi, qo'lingizmi kuysa, misol shashilib ushasiz-ku hali joyda, ushab ish qilasiz, fudaysiz, shu iloji yo'q. Keyin ketganidan keyin turdim, nafas ishonasizmi, mana havo mashitdan but pastga o'tmayapti. Sekin-sekin yurib o'pkaga keldi, nafas oldim, 3-4 marta chuqur nafas oldim. Oyoq qo'limni qimirlatib ko'raychi degan fikr keldi-da o'zimga. Shunaqangi og'ir qo'lingizga misol nimanidir og'ir narsani baylab qo'ysa ko'tarishingiz qiyin bo'ladi-ku, xuddi shu darajada og'ir. Zo'r ko'tarib qornimni ustiga qo'yib oldim qo'limni. Shu 5 minutlar qiynaldim, 5 minutlar. Qiynalib uyg'onib ketdim. O'sha qiyin nima bo'lgandan keyin. Uyg'onsam tushim, chanasini terlamagan joyim qolmagan-da, uyumagan qo'rqqanimdan. Yuragim chiqib ketaman deyapti, dukkillab urishidan. Yonimda endi ayolim yotibdi. Men sekin bildirmay turdim. Shuni eshigimni ochib, zinaga o'tirib, astodil yig'ilib Xudodan so'radim. Ishonasizmi? Endi kimgadir bu narsa misol bu xayolan bo'lyapti. Yo'q, xayolan bo'lganda meni oyog'im o'sha oyog'im kuydi dedim-ku. Shu narsani men o'shanda o'tirganimda sezdim-da, o'sha o'ngizda ham kuygan-a? O'ngimda ham kuygan, shu sal achishi bor. Keyin Xudodan so'radim, "Ey Xudo, mana shu holatimda jonimni olmaganingga shukr. Senga va'da beraman, senga tavba qilaman." Shu kundan boshlab ichkilikdan uzoqdaman, Xudoga shukr. Endi bu bundan keyingi bo'layotgan ishni qarang. Kunda men ichardim-ku kechqurun. Kunduzi kiramni qilib kelaman, kechqurun kechkirdimi bitta aroqni olib kelib, o'sha mahalda pulini hisoblasam
2020-yillari bitta aroq olardim. Endi o'zimga misol zaksiya qilib olib, pulini hisoblasam 80 ming so'm, 75-80 ming so'm ekan. Mana o'sha kunlik ichadigan nima, rasxodi. Shu yonimizda tovuq go'shtini pishirib sotardi. 1 kilosi 16 ming so'm edi. O'sha mahalda 1 kilosi. Shu 80 ming so'mni haligini qo'liga berdim. Shu ichib olayotgandim-da shu pulni. 5 kilo, 6 kilomi aka bir yoqqa ketyapsizmi? Yo'q. Buncha go'sht olmasiz deysiz. Siz beravering. 4 idishga saboy qilib berdi. 4 idishga bo'lib bering dedi. 4 idishga bo'lib berdi. Onam rahmatli tirikdilar. Kechki ovqatga kirsam, endi ovqatlarni ichmoqchi o'tirgan ekanlar. Ichmay uni yeylik buva dedim o'tirib onamda endi. Menimcha shuncha go'sht olib kelmasin. Yoraylik keyin aytaman. Unga cho'l hali gapni hech qanaqa gapirganim yo'q. Hali tush haqida aytmadingiz hali. Yo'q, hech kimga aytolmadim. Hech kimga. Bo'la buva shuni bugundan boshlab ichmayman, xudo xolasa. İçmasam mana 1 kilo yo 2 kilo olib kelsang yetardi, shuncha go'shtni nima qilasan? Yeganlarcha yeylar, qolganini bunga beringlar, qo'shnilarga beringlar, akamlarga beringlar. Har kuni shuncha go'sht keladi. Har kuni keladi endi. Sizlar o deganlarincha olib kelaveraman. Yo'q bolam, nima bu sabab? Sabab shu ichkilik tashadim, shu ichkilikni ichib olayotgandim, shularga go'sht maza qilib yeylar. Shunchadan beri olib kelmaganman. Bundan bag'iga yeysizlar endi. Desam, endi hali onam rahmatli yig'lab duo qildilar. Ilohim insof bergan rost bo'lsin o'g'lim. Bundan bag'iga yaxshi bo'lgan. Endi nima og'zlariga nima yaxshi gap kelsa, hammasini aytib duo qilib, yig'lab duo qildilar. 3-kuni chidamay qoldim. 3-kuni baribir hali ichib yurgan odam ichkisi kelar ekanda. Tortib turibdi. Keyin shat magazinga chiqib aroq olmadim. Pivodan oldim. O'sha nima uyga keldim, ochib piyolaga quydim haligini. Tugaganimda hidi keldi-da menga haligidan. Hali to'yda men ertaman chiqib Xudoga tavba qildim dedim-ku. Shunda so'raganman-da Xudodan. Ey Xudo, menga shuni ichayotganimni hayolimga keltirsam ham ko'nglim aynatadigan qilib yuborgan. Hidi ham kerak emas. Hidiga ham shuni ahvol bo'lay, shu bahona tashlab yuboray. Hali Xudoni kalami keyinda so'raganingizni berar ekan. Halini piyolaga quyayotganimda hidiga ko'nglim aynab ketdi, ishonasizmi? Shab o'rnimdan turdimmi, tashqariga yugurdim. Ha dadasi tinchlikmi dedi ayolim. Ha tinchlik, yo'qot anu ko'zimga ko'rinmas. U ham tashlab olmagan, ertaga so'rab qolsa yana men yugurib qidirib yurmaydi ba. Uyga stenkaga qo'yib qo'ygan haligi narsani. Oradan bir 10 kunmi, 15 kunmi, bir haftami aniq esimda o'tdi-da endi. Nimadir oqtarib shu stenkani olsam piyola bilan turibdi, yonida haligi idishi ham turibdi pivo. Endi chaqirdim ayolimni. "Nima bekka qo'yding, yo'qotib yubor" deganman. Bizam xursand bo'lib kulib haligini olib chiqib tashlab yubordi. Piyolasini ham yo'qotib sindirib tashladi. Kerak emas, bo'ldi, men tavba qildim men bu narsadan. Deb mana o'shandan beri aka xudo xolasa, hatto ukol qilyapsa, spirt surkatmayman, ukol qilyapsa. Hidi yoqmaydi. Hidi yoqmaydi. Endi Xudodan shuni so'radim-da men. Duoning ijobatini qarang. Men Xudoga yana ham ishonchim ortgani ashim bo'ldi. Ashundan keyin shuna bo'ldi. Men bitta ikkita o'rtoqlarimga ham aytdim, "Hey bolalar, shuni ichmanglar. Men shuna qiynaldim, shuna tush ko'rdim, shuna bo'ldi." Desa, ustimdan kulishdi. Mayli kulinglar. Men bilganim aytayapman sizlarga, ko'rganim aytayapman. Lekin yaxshi emas, ichmanglar. Mana bu dunyoga tegishli bo'lmagan ozgina azobni ko'rdim xolos dedim. Ozgina. Tegmadi lekin menga, lekin yonimdan o'tib shuna bo'ldim, qiynaldim, to'g'risi dedim.
qo'y ichmanglar, bu yomon narsa ekan. Men tavba qildim desam, sen tavba qildingmi deb kulishdi. Ha, tavba qildim. Kulmanglar. Bu kulganlaring ham hali men sizlarni shu ishni qilma deganimga kulganingga ham senga gunoh yozilib qolmasin. Qo'y, ichmagin. Bir ikkita odamga gapirdim, aytib berdim. Ertasiga qarasangiz baribir shu ahvol. Mayli bu u ichsa, misol menga foydasi ham, zarari ham yo'q. Uni o'zini xohishi, o'zini tanlovi. O'zini tanlov, lekin ertaga hammamiz o'lamiz-da. Hammamiz yaratgan oldiga savol-javobga boramiz. Iloji yo'q tavbani etdi. Kechiring jon aka, bilmabman degan narsa o'tmaydi etdi. O'tmaydi. Bunday o'ylab o'tirib aytardim-da shu. Dadamni otalari ham ilmli o'tishgan, domla o'tishgan. Dadamni o'zlari ham bilimlari yaxshi bo'lgan, hurmatlari yaxshi bo'lgan. Endi shularga men o'ylardim-da, shularga yarasha odam bo'lmayapman, qachon menga eskirar ekan. O'zim ham ko'p o'ylardim shu narsani. Endi to'g'ri, men hozir ko'p odam ko'rib turib aytishi mumkin. Sen shuna o'zgarib ketdingmi, shuna narsani tashladingmi? Bir xil kelsa aytadi, "Ha, ichmayapman" desam, to'g'risi ishonishmadi. Hatto sinfdoshlarning oshiga ham bormay qo'ydim. Hozir mana shu sinfdoshlar deganingiz bitta narsani aytib o'tib ketdik shu o'rinda. Bir xil sinfdoshlar bor-da. Mana siz hozir aytib beryapsiz, hayotingizda bo'lgan voqeani tashlaganingizni aytyapsiz. Shunaqa sinfdoshlar borki, u o'tmishni esga solib ustidan kuladiganlar bor. Bitta narsani bilib qo'yinglar, o'tmishni esga solib olmaydi. Solish kerak emas. Ha, o'zing ham bunaqa eding-ku, unaqa yurarding-ku, ichding-ku, o'tmishni esga solib olmaydi. Shu narsani esdan chiqarmanglar. Ko'p oshna og'ayni orasida bo'ladi, prikolga gapirishadi boshqa. Bu odamni o'zi men zo'rg'a ko'ndirdim. Yo, men yuzimni chiqazmen dedilar, boshqa dedilar. Mayli ovozim ketsin, yuzim ketmasin dedilar. Yo, balki odamlarga ibrat bo'lsin. Yomon narsa emas bu deb rozi bo'ldilar, mana chiqyaptilar, lekin bu odamga deb o'tmishni esga solish bu xato deb bilaman men. Yana bilmadim. To'g'ri, siz aytgan narsa meni boshimdan o'tdi-da shu narsalar. Hammasi o'tganligi uchun men sizga aloqaga chiqdim. Ha, o'zi nimasan, seni tobing nima bo'lardi deb prikol qilishdi. Ha, deshdi. 2 yil ishonasizmi? 2 yil oshga qo'shilmay qo'ydim, bormadim. Borsam kim bilandir urushib qolmay, kimdir dilini og'ritib qo'ymay shu yeta borgani shu bitta shu halol narsa bo'lsa ekan, shu narsa shuni orqasidan kimdir dilini og'ritib qo'ymay bormadim 2 yil. Rosa chaqirishdi. Oxiri bo'ldi oshna, ichmay qo'yibsam, kelaver, bo'ldi, hech kim bunaqa majburlamaydi. Bildik. Ishondik, mana shuncha kundan beri sof ko'chada ham, shunchadan beri ko'chada ko'rmayapmiz seni, shuna holat. Atrofingizdagi odamlar ham o'zgardimi sizga nisbatan? O'zgardi. Qaysi tomonga? Yaxshi tomonga o'zgardi, Xudoga shukr. Nechta qiz uzatdingiz aka? 3 ta qiz uzatdim. 3 ta qizmi faqat sizda? Yo'q, 3 ta qiz, bitta o'g'il. Bu nimalarni ham men o'zi qiz bolalarni yaxshi ko'rardim. Hali televizorda ko'rardim-da, bunday ota ko'chadan kelsa, qizlari yugurib borib, kimdir qo'liga suv quygan, kimdir sochig'i borgan, kimdir shularni havas qilardim. Xudoga shukr, niyatimga yetdim. Men ham o'sha ko'chadan kelsam, shuna qilishdi. 2 ta qiz ko'rganimda ayolim men bilan urushdi. Xudodan o'g'lim tilang dadasi. Birmas 2 ta qiz bo'ldi. Endi ko'pchilikning duosi ham o'q ekan-da aka, o'q. Qiz uzatdim duosi, 3 ta qiz uzatdim duosiz. O'sha qizingizni, birinchi qizingizni uzatganingizda ichingizdan nimalar o'tgan? Ayniqsa kelin, kuyov sizni xonadoningizdan chiqib ketayotganda xayrlashish sahnasi bor-ku, o'sha paytda ichingizdan nima o'tgan? Aka, unisini so'ramay. Endi hatto gapira olmaganman. Shu yig'idan o'zimni to'xtata olmadim. Chunki 18 yil boqib, avaylab, asrab, shuni bekorga berib yuborasiz-da. Kimgadir. Men ham kimdir qizini shunaqa qilib olib kelganman-da. Olib kelgansiz. Hayot qonunida bu. Ulardagi xo'p mayli, meni kenja qizimni berganimda, endi ular opalari ketganda, bular bor edi, bu qizim bor edi, uncha bilinmagan ekan.
Men o kelin berganimda mana bugun 2 kun bo'ldi. Uyga kirsam, uy haligi nima deydi, svetni yoqsiz yorishmas ekan. Assalomu alaykum dada deb hali quchoqlab ko'rishadigan bolangiz yo'q. Kimdir qo'lida endi u. Qaysidir eshikda iloyim ochib turibdi, iloyim baxt ochilsin, baxtli bo'lsin, farzandli bo'lsin. Ota qizini uzatib shu hayli shu mahalda qarang, Xudo bilan sizni duoyingiz o'rtasida hech qanaqa parda qolmas ekan. Siz qanaqa yaxshi duo qilsangiz, hammasi to'g'ri ijobat bo'lar ekan. Xudoga shukr, hamma farzandlarimizni yaxshi duo qilib, halol yedirdik, harom yedirmadik. O'g'il qilmadik. Endi bolalarni luqmasini halol qilib, Xudoga shukr. Hammalari ichingizdan o'tgan narsani to'liq aytmadingiz, aka. Gapni olib qochib ketdingiz. Aka, uni tasavvur qilib bera olmayman men. Tasavvur qilib bera. Mana hozir siz o'sha nimani eslatdingiz, o'zi ko'zimga yosh kelish boshlandi yana. Endi bu tasavvur qilib bera olmayman. Endi sizga yana bitta savol, mana shu qiz farzand haqida. Men endi ko'pchilikni ko'rganman, o'zim operator bo'lib ishlaganman-da. Hozir ham operatorman. Oldin ilgari to'ylarga, raddomlarga syomka uchun chiqardim. Shunda bir raddomga chaqirishda birinchi farzandi ekan. Birinchi farzandiga chaqiryapti, raddomdan olib chiqish kerak chaqaloqni. Chaqaloq qiz ekan. Kuyovni nastirenasi yo'q. Xafa. Men aytayman, "Ha aka, ne xafa bo'lyapsiz? Nimadir muammo bormi?" desam, muammo yo'q. Shu o'g'il xohladim, qiz bo'lib qoldi" deydi. Men aytayman, "Aka, birinchi farzandingiz-ku, to'yingizni ham men syomka qilganman-ku, bilaman-ku. Birinchi farzandingiz. Nima qildi qiz bo'lsa?" desam, "O'g'il xohladim-da." "O'g'il xudo xolasa bo'ladi, nima u?" desam, deyapti-da, "Rosta kasb nastarenasi yo'q-da." Va boshqalarni ham eshitaman. Mana hozir Instagram yurityapman, intervyular olaman, ko'pchilik menga yozishadi. Ikkita qiz bo'lgani uchun ajrashib ketgan, uchinchisiga qiz tug'gani uchun ajrashib ketganlarni. Mana hozir bugun kakras bitta ayol telefon qilyapti. "Sizni intervyularingizni ko'rib turaman, iltimos" dedi, "gapiring" dedi. 3 ta qizi bor, ajrashganmiz deyapti. Ko'rgani ham kelmaydi, aliment ham bermaydi deyapti. Shunaqalarga iltimos gapiring deyapti-da. Men endi hop deb qo'ydim. Men ularni urushib bera olmasam, haqqim yo'q-da. Lekin bir eslatma sifatida qiz farzandni qadrini, ayollarning qadrini oshirish uchun shu savolni bermoqchimanki, ikkita qiz farzandi borlar xafa bo'lib, kayfiyati yo'q bo'lib, oshna og'aynisiga qo'shila olmasdan choyxonaga borganda bir kulgiga qolayotgan insonlarga, shunaqa erkaklarga nima degan bo'lardingiz 3 ta qiz farzandni uzatgan ota sifatida? O'sha ota agar qiz farzand ko'rib kayfiyati yo'q bo'lsa, men u odamni hurmat qilmagan bo'lardim. Axir o'zini ham o'sha kimdir qizi tuqqanmi, shu insonni ham kimdir qizi. Qiz bola, men bitta o'g'ilmanmi? Bitta o'g'il. To'g'risida misol yer yurt osmonga sakragan bizda to'g'risi. Otamizni sabrlariga rahmat. Bizga chidab o'tib ketgan. 5 ta bo'lganmiz, 5 ta aka-uka bo'lganmiz. Mana qizlarim Xudoga shukr 5 mahal namozini o'qisa, birinchi bo'lib otasini haqqiga duo qilsa, birinchi bo'lib. Yana keladi, yo telefon qiladi, "Ha dada, tuzimisiz, yaxshimisiz?" Keladi, oyoqlaringizni, qo'llaringizni uqalab, "O'g'lim, mana o'g'limdan nolimayman, lekin meni o'g'lim shu ishlarni qilmaydi." O'g'limdan men nolimayman, Xudoga berganiga shukur. Men shu farzandim ikkinchisi qiz tug'ilganda, endi 31-yanvar kuni tug'ilgan. Raddomga bordik. Borsam, endi qator mehmon kutayotganlar ko'p ekanda, 3-4 kishi bo'lib qoldik. Endi siz nima bo'lyapti? Nima bo'ldi so'rasa, "Yo'q, biz ham kutyapmiz." Menga so'rashdi, "Nima? Menga farqi yo'q. Farzand
eson omon Xudoni berganini olaman. O'g'ilmi, qizmi? Qizim bor dedi. Xudoni berganini olaman. Bitta nozikkina bitta aka turuvdi, undan so'rasak, men o'g'il kutyapman, ikkita qizim bor dedi. Birinchi bo'lib shu insonda ayoli tug'di-da, tug'ildi, palonchi yeb kim? Ha, men suyunchi bering, shunaqa qizli bo'ldingiz dedi. Hali qo'lida so'mka narsalar turadi-da, qo'lida hali nimalar. Halilardan achchiq qilib shat irg'itib chiqib ketuvdi. Bitta aka yonimizda turadi, haligi yurinchi uni oldiga dedi, meni chaqirdi. Chiqdi, chiqib aka baquvvat edi, hali orqasidan chiqqan. Ha. Shat yoqasidan ushlab, seni kallang bormi? Sen Xudoni berganini olasan. Ha, nima qo'lingdagi ichiga o'g'il solib qo'ya olmading? Nima qilasan u ayolni hozir? Qattiq gapirdi, ertasiga hali bola qarang, uyga borib o'ylanganda. Ancha gapirdi. Uyga borib, keyin ertasiga gullar ko'tarib keldi haliga. Sen bo'lding. Ertasiga yana bizni ham farzandimiz tug'ildi, qiz tug'ildi. Haligi qattiq gapirgan akaniki o'g'il bo'ldi. Bo'ldi, bugundan boshlab biz aka-ukamiz, hali akaja xushchaqchaq odam ekan, ancha yaxshi gaplar gapirib, hammamizni kayfiyatimizni ko'tarib, men dedim, qiz bo'lsa ham, o'g'il bo'lsa ham menga farqi yo'q. Meni bolam shu, Xudoni bergani. Birinchi farzandim tug'ilganda bordim. Endi men u mahalda taksilar kam, o'zimda mashina yo'q. Ertalab olib borib qo'ygan edim. Ertasiga borsam, o'sha tug'ilgan ekan farzandi. Chaqirib borsam, derazadan ikkita sestralar ko'tarishib, ayolimni suyashib ko'rsatishdi. Nima bo'ldi? Sen qiz dedi. Velosipedda borgan edim. Endi yaqin radom yaqin. Hali qiz degan gapini eshitib, xursandligimdan ishonasizmi? Senga nima kerak, nima zarur? Bunday narsa kallaga kelmay qoldi. Ishlas. To'g'ri uyga kelib dadam rahmatli tirik edilar. Chaqirib dadamni, "Ha, uyga kirgansan, kiraver. Nima baqir chaqir? Suyunchi bering, men dada bo'ldim." Ha, o'g'ilmi, qizmi? Qiz. Ha, ilohim umr bilan berganchim bo'lsin deb o'tirib duo qildilar. Xursandchilikdan o'zimni sig'dira olmaganman. Chunki men Xudodan 3 ta qiz so'raganman. Xudo birin-ketin 3 ta qiz bergan, bir-biriga sherik bo'lishsin. 2 ta qiz aytdim-ku, 2 ta qiz tug'ilgandan keyin ayolim men bilan siz o'zi Allohni bir suygan bandasi ekansiz-da, qarang. So'ragan narsangiz ijobat bo'lar ekan. 3 ta qiz so'ragan ekansiz, 3 ta qiz beribdi. Orada o'g'il so'ragan ekansiz, o'g'il beribdi. Qanaqadir adashib, azgincha sal noto'g'ri yo'lga kirib qolgan ekansiz, Alloh sizni bir to'g'rilab qo'yibdi. Duoingiz ijobat odam ekansiz. Qarang, shu o'rinda bitta ish qilaylik. Shu qiz ko'rgani uchun ajrashish arafasida turgan bo'lsa, yoki xotinini urib so'kib, xotiniga bir ayb qo'yib, qiz tug'gani uchun-da. Shunaqa oila bir boy aytganingizdek jar yoqasida turgan oilalarni hamma ko'rib turibdi. Bitta duo qiling. Shularga bir Alloh insof berib, oilalar bir ajrashmasdan, o'sha ko'rgan qiz farzandi ertaga baxtli bo'lib, bir kelin ko'ynaklarda chiqib ketayotganda, Xudoga shukr qilsinki, yaxshi ham ajrashmanman, yaxshi ham shu farzandim otasi qoldirmanman. O'zim oq fotihasini o'zim beryapman deb ichidan o'tkazsin. Bir duo qiling. Duoingiz ijobat odam ekansiz. Ilohim hech kim ajrashmasin. Amin. Ilohim hamma qo'shgani bilan qo'sha qarqsin. O'g'ilmi, qizmi, Xudo berganiga shukr qilib yashab o'tsin. Hech kimni tirnoqqa zor qilmasin avvalo. Qani Xudo bersa, yana farzand bersa boqardi. Xudo farzand bersin. Ilohim hamma yaxshi niyatlar, yaxshi tilaklar Xudoning huzuriga beparda bo'lib borsin ilohim. Qizi borlar, qizlaringizni yaxshi joyga kelin bo'layotganini ko'rish nasib qilsin. Qizlaringiz orqasidan yaxshi gaplar eshitish nasib qilsin. Qizi borligi uchun xafa bo'lib yurgan otalar ertaga Xudo xolasa xursand bo'lasiz. O'g'il ko'ra olmadim deb xafa bo'lib yurganlar, mana kuyovi shunaqa bo'lsinki, o'g'ildan yaxshi bo'lsin. Shunaqa oilalarni ko'rganman. Kuyovi o'g'ildan yaxshi.
umralarga yuborgan, mashinalar olib bergan, o'tga aylantirish sayohatlarga olib borgan, kuyov shunaqa ishlarni qilib yurgan oilalarni bilaman-da, ko'rganman. O'shanga aytmanki, bilmaysiz, o'g'ildan ko'rasizmi, ertaga qizdan ko'rasizmi yaxshilikni-da. Otani jannatga yetaklaydigan ham qiz bola. Otani. Otam kirmasa kirmayman deb turib oladi. Qiz bola. Otam kirmasa kirmayman. O'g'il farzand qochadi. O'zi ozgina savobim bor, shunga ham otam sherik bo'lib qoladimi deydi. Bu bor narsa bu. Bu qiz bolani naql. Yo'q, yaxshi emas bu narsa. Boy anu gapingiz mani ko'zimga yosh kelishiga sabab bo'ldi. Ozgina aytdingiz-ku, 3 ta qiz uzatdim. To'ydan kelgan 3-qizim uzatgandan keyin uyga kirsam, uy bo'm-bo'sh bo'lib qolgan. Svet yoqsam yonmayapti dedingiz-ku. Xuddi qorong'idek bo'lib turibdi dedingiz-ku. Qizi borlar menimcha ko'pchiligi shu narsani o'yladi, ertaga qizini uzatib yuborsa, shunaqa uyda yolg'iz bo'lib qolishni o'yladi. Bu gapni gapirish ham qiyin-da. Hozir siz aytib berasiz, men o'zi tasavvur qilaman, ertaga men ham qizimni uzatsam, men ham xuddi shu ahvolga tushaman. Endi iloji yo'q, boyis aytgandek, men ham kimdir qizini nima deydi, kelin qilib olib chiqib ketganman-da xonadonidan. To'g'ri, hamma farzandni men yomon demayman, hamma farzandimni yaxshi ko'raman. Lekin ani kenja qizim uni boshqa o'sha bar ilo ushlab o'tirgan, xo'p, yana 1,5 yil ushlab o'tirarman. Bar beraman-da aka. Baribir uzatasiz-ku. Bar kimdir xasmi, kimdir omonati. Endi hayot qonuni shu. Hammamiz ham, otalarimiz ham kimdir qizni yig'latib olib kelgan, biz ham. Bu davom etaveradi. Yana savol kelib qoldi, aka. Qiz uzatayotgan joyingizga kelib qoldi-da yana savol. Qarang, o'sha qiz uzatayotganingizda aytmadingiz, boya azgacha qochib ketdingiz. Otalar xayrlashadi-yu qizi bilan. Kelin ko'nida turibdi, kuyov turibdi, kuyov bilan so'rashdingiz, boshqa qildingiz. Qizingiz bilan xayrlashadigan vaqt yetganda nima dedingiz qizingizga o'shanda? Nimadir dedingizmi yoki faqat duo qildingiz bo'ldimi? Duo ham qildim. Endi yangi ota, yangi ona. Borayotgan joying yangi ota, yangi ona. Nima bo'lsa ham o'shalarni xizmatida bo'l. Nima bo'lsa ham. Shuncha yil meni misol farzandim ham, misol boqdim, bergan tuznonimga 1000 marta roziman. Mendan u tomonlama mendan hech ham nima qilmagan. Men 1000 marta roziman. Borgan joyingda toshdek qotib, shu qaynatingni farzandi bo'lib qolgan. Yaxshi ko'rgan farzand qo'ygan. Boshqa gapim yo'q. Shu ag'ani Xudo nima desam bo'ladi, ag'ani yaxshi yashasa ko'raveradi natijasini. Shunaqa o'ziga bog'liq. O'ziga bog'liq. Yaxshi insonlarga xudo bo'lgan ekansiz. Mana 3 ta qiz uzatib, tinch, xotirjam yashayotganini ko'rib, mana bu yerda intervyu qilib o'tirish bu baxtda, endi olib qaraganda, to'g'rimi? Xudoga shukr qilaman. Katta qudam ham zo'r, yaxshi odam. Bolim, o'g'illari ham, ayollari shu karantinda o'tib qoldi. Xudo rahmatiga olsin. Mana ikkinchi qudam, men o'zi asli ularga kuyov bo'laman. Ularni xolasini qizini olganman-da. Endi bu xolalarni nevaralariga men qiz berdim. Oila ham yaxshi oila. Yaxshi oila. Nima desam bo'ladi, bir biz menga o'xshagan emas-da, menga o'xshagan emas. O'shalar ichida eng yomoni menman deng. Ha, men tan olaman buni. Kuyovlarim menga o'xshagan emas, tan olaman buni. Suhbat uchun kattakon rahmat. Vaqt ajratganingiz uchun kattakon rahmat. Yuzingizni ko'rsatib, siz bilan shunaqa samimiy suhbat qurishimga rozi bo'lganingiz uchun kattakon rahmat. Sizni xafa qiladigan savol bermadimmi? Yo'q. Hammasi yaxshi bo'ldimi? Hammasi yaxshi bo'ldi. Men ham ichimdagilarni gapirdim. Men ham borini gapirdim. Qo'shmadim. Meni ko'rgan mavzu boshida tushimiz to'g'risida gapirdim-ku. Men birovga qiziq bo'lsin deb ozgina qo'shib, yo'q, unaqa narsa, men Xudodan qo'rqaman. Qanday bor shunday aytdingiz? Qana bo'lsa shuni bor, to'g'ri tasavvur ancha vaqt o'tgan yerda. Misol men o'sha
yotib turguncha u 1 soat, yarim soat vaqt o'tgan. Lekin men qisqa qilib aytdim. Zarur joylarini aytdim. Endi men boshidan o'tganini o'zim bilaman, ko'zimdan ko'rganim. Ibrat bo'lish uchun aytdilar bu aka. Mabodo bularni bu insonni taniydiganlar bo'lsa, yana nima deydi, o'tmishni esga solib, yana nimadirlar deb turib, bularni ko'ngillarini og'ritib qo'yinglar. Tag'in ham mard bo'lib chiqib mana yuzlarini ko'rsatib, shu narsalarni odamlarga ibrat bo'lsin deb aytib berdilar. Mana qiz farzandlar haqida gaplashdik, to'ylar haqida gaplashdik. Juda ham ko'p mavzularda gaplashdik. Siz bilan bunaqa chiroyli suhbat qurganimdan xursandman. Agar kommentariyalarga qaraymiz, yana bir suhbat qiling shu inson bilan deydigan bo'lsangiz, yana bir sizga aloqaga chiqaman. Shunaqa onlayn, balki offlayn ko'rishib, balki siz taraflarga yo'lim tushib qoladigan bo'lsa, sizga aloqaga chiqaman. Xudo xolasa balki ko'rishib, ham intervyu qilish nasib qilsin. Keling, Marlonga kelsangiz mehmonimiz bo'lasiz, Xudo xolasa. Sog' bo'ling, tanishgandan xursandman. Aka, o'zingizni ehtiyot qiling. Salomat bo'ling.